Assalomu alaykum. Sizda ham mana bunaqa chiroyli yapan tovuqchalaringiz bormi? Kurk bo'ldimi? Kurk bo'lmagan bo'lsa, mana bunaqa ovoz chiqaryaptimi? Demak, sizni katagingizda yashayotgandan bular xursand. Agar tuxum qilmagan bo'lsa ham, endi tuxum qilishni boshlaydi. Tovuqlarni sharoitini yaxshi qilib qo'yibsiz, sizni katagingizda ekanligidan juda xursand. Tuxum qilmagan bo'lsa, ertaroq tuxum qiladi. Kurk bo'lmagan bo'lsa, demak, yaqinda kurk bo'ladi. Tovuqlaringiz to'q, hamma narsasi joy-joyida, demak, xursand. Agar sizda yapanchami, buramami, oddiy jaydari patak tovuqlaringiz kurk bo'lsa, hech ham tagiga o'ta ko'p tuxum qo'ymang. Patidan tashqariga chiqib qolaysa, tovuq o'zi yotib sharoitini qilib ololmayaptimi? Tuxumlarni ovdarib olish kerak tovuqlar. Tovuqlarga ziyat tuxum qo'yib yuborsangiz, baribir ham patidan tashqariga chiqib qolgan tuxumlar yaxshi ochmaydi va palag'idasi ko'p bo'ladi. Tuxumlaringiz bekor ham hayb bo'ladi. O'shaning uchun tovuqlarni o'zini gavdasiga qarab tuxumini qo'ying, aylantirib olsin u. Kuniga bir marta iloji boricha tashqariga chiqaring, ham aylanib keladi, ham qumbaniyasi qiladi. Birdan 3-4 kun yotsa ham och qolib ketadi, ham ozadi. Aylantirsangiz ham tovuqlarni tuxumi tagidagi soviydi, palag'idasi kam bo'ladi, bexato ochadi. Tuxumlarni ham iloji boricha 1 kunlik tuxumlarni qo'ying. Masalan, sizning xonadoningizda bir 20 ta tavug'ingiz bo'lsa, 1 kunda tuqqanini terib oling va shularni bostirishga qo'ying. O'shanda 19 kunda ochib chiqadi. Tovuqlarga har dolaga chiqqan paytida iloji boricha sharoit qiling, qumbaniyasi qilib olsin. Jo'jalar ochgandan keyin shunaqa bo'lganda ko'rganman. Jo'jalar ochgan va o'lavergan. Sababini tovolmagan, sababi ona tovuq bitlab ketgan. Jo'jalar ochganidan ona tovuqdagi bit shunday bolasiga o'tgan va bolalari nobud bo'lgan. Jo'jalarni dorilasangiz ham baribir ham nobud bo'ladi. O'shaning uchun ona tovuq kurk bo'lib ochishida iloji boricha 1 kunda bir marta tashqariga chiqsin va bitlamasin. Obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying.